üstü ochiq turmaga aylangan Sharqiy Turkiston. 21 yanvar Fransiya gazetida Fransiyaning Beijing turishliq muxbiri üstü ochiq turmaga aylangan Sharqiy Turkiston temasida bir parcha doklad e'lon qilgan. Dokladda bir qancha nuqtalardan Sharqiy Turkistonning hozirgi vaziyat ahvolini tafsiliy aytib bergan. Dokladda Xitoy mustamlikasida yashayotgan bir qancha musulmon millatning borligini, turk tilida so'zlaydigan Uyg'ur musulmonlarining ahvoli va xatarlik ekanligini, Uyg'urlarning milliy kamsitishga uchrayotganligini, Xitoy Uyg'ur musulmonlariga qilgan bostirish siyosatlarini Tungan musulmonlariga qilmaydiganligini, Tungan musulmonlarga dinga ishonish erkinligi berilganligi, Xitoy Tunganlarni Arab dunyosini aldashda kozor qilib ishlatayotganligini, Sharqiy Turkiston xuddi üstü uchiq turmaga aylanganligini, Sharqiy Turkistonda ko'p sonliqni egallaydigan Uyg'urlar Urumchi poyezd vokzalida bo'lsin yoki Sharqiy Turkistonning janubiy rayonidagi Kucha poyezd vokzalida bo'lsin, kishilarning ko'ziga intayin oz ko'rinadiganligini oshkorlagan. Dokladda taklimkan yoqsidagi har qanday shahar va nohiyalarga borgan kishi ko'z uskunlarining ko'pligidan ko'z uskunlari ko'rgazmaxonasiga kelib qolgandek tuyg'uda bo'lganligini oshkorlagan. Sharqiy Turkistonliklardan tashkillangan 500 kishilik guruhga o'zligidan askarlikka tizimlatdi. 22 yanvar Turkiya İstanbulning Zeytinburnu'nda Türkiye armiyasining Afrindagi harbiy harakatini qo'llash munosabati bilan o'tkazilgan yig'ilishda Sharqiy Turkistonliklardan tashkillangan 500 kishilik guruhga o'zligidan askarlikka tizimlatdi. Yig'ilishda Turkiyada faoliyat qilayotgan Sharqiy Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatullo O'zxon Sharqiy Turkistonlik faoliyatchilar va Sharqiy Turkiston xalqiga vakolatan yozma bayonot e'lon qilib, Turkiya nüfusiga o'tgan yoki o'tmagan Sharqiy Turkistonliklarning hammasi birdek Turkiyani qo'llaydiganligini, barliq Sharqiy Turkiston xalqi Turkiyani parchalashga urinayotgan terrorchilarni yo'qotishda Turkiya armiyasining yendi ekanligini bildirdi. Malum vatanımız Doğu Türkistan'ı Çin işgal etti. Elimizde tutamadık ve vatansızlığın bedelini en ağır bir şekilde ödüyoruz. Atayurt'tan geldik. Türkiye'yi vatan belledik. Son kalemiz, son vatanımız Türkiye'yi kaybedemeyiz. Bilinmesi isteriz ki Doğu Türkistanlı muhacirler de şartsız Türk ordusuna destek vermek için vatani göreve taliptir. Yig'ilish yana Sharqiy Turkiston yoshlaridan tashkillangan 500 kishilik guruhga o'zligidan Zeytinburnu'dagi askari bazaga berib, askari bazaning mas'uli Xil Aqarga o'zining askari bo'lish talabini sundi. Turkiya armiyasining Zeytun shahri harbiy harakati muvaffaqiyatli bo'lmoqda. 22 yanvar Qrim agentligiga bergan xabardan ma'lum bo'lishicha, Turkiya armiyasining Zeytun shahri harbiy harakati doirasida Suriyaning Afrin rayonidagi PKK, PYD terrorlik tashkiloti ishg'ol qilib olgan joylarini to'pqa tutgan. Ma'lum bo'lishicha, bu harakatga Erkin Suriya armiyasi ishtirok qilganligi, ularmi Afrindagi nishonlarga qarab ilgarilayotganligi, Turkiya armiyasi atgan zambiraklarning ovozlari Kilis shahar markazi va Xatar chegara bo'yidagi ba'zi yezlargacha anglanmoqda ekan. Bir qancha davlat Turkiyaning harbiy harakati haqida bayonot e'lon qildi. Yangi akt gazeti bergan xabardan ma'lum bo'lishicha, Rossiya Mudofaa ministrligi bayonot e'lon qilib, Amerika Qo'shma Shtatlari Mudofaa ministrligi Pentagonning Amerika tarafdor guruhlariga zamoniy qurollarni berib, quturtilish xarakterli qadamlarni tashlaganligini eskartgan. Zeytun shahri harbiy harakati to'g'risida Amerika Mudofaa ministrligi bayonot e'lon qilib, Turkiyaning PKKga aloqador xavfsizlik andishlarini to'g'ri tushunganligini, Amerika boshchiligidagi xalqaro ittifoqdosh kuchlarning Afrinda davomlashtirayotgan biror harakatining yo'qligini bildirgan.